Assalomu alaykum. Qadrli o'rmonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlar. Bugun yana yangi bitta obyektimizga kamera o'rnatdik. Buxoro viloyati 7-mikrorayon. Dorixona ochilgan ekan 7-mikrorayonda. Bitta o'ng qurg'ich qo'yish kamera 4 megapiksellik. Ikkinchisi mana Zukovo 24 qurg'ich 4 megapiksel, ham gapirsa bo'ladi, ham eshitsa bo'ladi. Ikki taraflama aloqa mavjud. Qo'yish kameralarni o'z nastroyga qilish jarayoni. Qo'yish 4 megapiksellik optika juda katta, assortiment katta, 7-mikrorayonda toza har kunlik dorilarni srok o'tmagan assortiment ko'p. Qo'yish ana yashikka qilib qo'yganlar, yashik nima uchun qilingan deyilsa, har kim tegilmasligi uchun, pojarni yon xavfsizligi bo'lmasligi uchun mana kameralarni olib turishi, ikki taraflama Zukovo 8 ta kamera ulasa bo'ladi. Kimga shunday xizmat kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat, sog' bo'linglar.